hujjati o'zi emlash bolalar uchun qanchalik muhim? Bolalarda profilaktik emlashlar bu Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan berilgan normativlarga kiradi. Bu emlashlardan asosiy maqsad kasallanmasligi uchun emas, kasallikni oldini olish yoki kasallangansa ham yengilroq o'tish uchun taktikalardan biri. Vaksinatsiyalarga, ya'ni emlashlarga keladigan bo'lsak, bola 100% sog'lom bo'lsa, vaksinatsiyalarni men pediatr shifokor sifatida tavsiya qilaman. Xo'p, ba'zida shunaqa holatlar bo'ladi. Xalqimiz orasida shunaqa tushuncha uyg'onib qolgan, vaksinadan keyin yoki emlashdan keyin bolamda oyoq ishlamay qoldi yoki talvasa xurujlar paydo bo'ldi yoki nevrologik boshqa bir klinik belgilar paydo bo'lib qoldi degan tushuncha uyg'ongan. Buni nima bilan izohlaymiz? Buni asosiy izohi nimada? Bola nevrologik nosog'lom bo'lsa yoki qanaqadir bolada shamolash prosesslari yoki boshqa bir qo'shimcha qanaqadir kasallik belgilari fonida biz vaksina olsak, kechirasiz. Vaksina, ya'ni emlash har bir qanaqa organizmimizdagi infeksiyalarni aktivlashtiradi va bizda qo'shimcha klinik belgilar paydo bo'ladi. Ya'ni vaksina bunaqa paytda yomon ko'rinib qoladi. Shuning uchun maslahat beraman, bola 100% sog'lommi, ya'ni pediatr, nevropatolog va boshqa mutaxassisliklar tomonidan sog'lommi? Maslahatim emlashlarni o'z vaqtida olgani yaxshi.